1 oktyabrda Merkuriy Yupiter kvadrati sizni shoshma-shosharlik va ortiqcha gaplar bilan sinaydi. Kichik masalani kattalashtirish yoki katta va'da berish keyinchalik pushaymonlikka olib kelishi mumkin. So'zlaringizga diqqat qiling, ayniqsa munosabatlar va ish suhbatlarida ehtiyot bo'ling. 3 oktyabrda Merkuriy va Xiron asteroidining qarama-qarshiligi sizni o'tmish bilan yuzlashtiradi. Eski odatlar va munosabatlar qaytib chiqishi mumkin. So'zlaringiz samimiy bo'lsa ham kimnidir ranjitishi mumkin. Bu davr sizga endi yuk bo'lgan aloqalarni ortda qoldirish imkonini beradigandek ko'rinmoqda. Bu hafta hayotingizdan ortiqcha odamlarni chiqarib, xatolaringizdan qaytishingiz mumkin. Ishda va kundalik hayotda kichik narsalarni kattalashtirib, tortishuvlarga kirishmaslikka harakat qiling. Sog'liq va mas'uliyatlarda shoshilmang. Qo'y burjidagi to'lin-oy davrida sirli dushmanliklar va g'iybatlarga e'tiborli bo'ling. Dam olish va ichki ovozingizga ishonish sizga foyda beradi. 3-5 oktyabr kunlari esa eski sevgilingiz yoki tugagan munosabatlar qayta yuzaga chiqishi mumkin. 6 oktyabrdan boshlab esa hamkorlik va munosabatlar chuqurroq suhbatlar boshlanadi. Bu davrda so'zlaringiz keskin bo'lsa ham yechim topish va munosabatlarni mustahkamlash imkoniyati bor bo'lishi mumkin deb ko'rinmoqda. Oktyabrning birinchi yarmida oilaviy masalalar, uy-joy munosabatlar va ish hayotingizda muhim voqealar kutmoqda. 1-3 oktyabr kunlari oila va ish o'rtasida muvozanat saqlash qiyin bo'lishi mumkin. Keraksiz tortishuvlardan qoching, gap so'zlarga e'tibor bermang. Yaqinlar bilan muloqotda ortiqcha izoh bermaslik foydali bo'ladi. 6-oktyabrdan boshlab muhabbat, farzandlar yoki ijodiy loyihalar borasida chuqur suhbatlar yuzaga keladi. Sirlarni ochish yoki bolalar bilan bog'liq muammolarni hal etish mumkin. Ammo haddan ortiq so'roq qilish munosabatlarga salbiy ta'sir qilishi mumkin deb ko'rinmoqda. Oktyabr oyining birinchi yarmi siz uchun muloqot, ta'lim, aka-uka va munosabatlarda yuzma-yuz kelish davri bo'ladi. 1-3 oktyabr kunlari fikrlaringizni ochiq aytishga moyil bo'lasiz, ammo sirli ma'lumot
O'tmishdagi muhabbatingiz qaytishi mumkin. Ortiqcha fidoyilikdan voz kechib, sog'lom chegaralar qo'yishga o'rganasiz. Bir munosabat tugashi yoki yangicha bosqichga o'tish ehtimoli yuqori. Tashqi ko'rinishingiz va o'zingizni namoyon qilish uslubingizni qayta ko'rib chiqasiz. Endi boshqalarning fikri bilan emas, o'z qadriyatlaringizga suyanishni xohlaysiz. Ortiqcha mas'uliyatlardan voz kechib, soddaroq va haqiqiyroq yo'l tutasiz. Eski ish aloqalari tugashi mumkin. Atrofdagilar bilan muvozanatni topish osonlashadi. 1-oktyabrda Merkuriy-Yupiter kvadrati moliya va do'stlar orasida taranglik keltirib chiqarishi mumkin. Ortiqcha xarajatlardan ehtiyot bo'lish va moddiy risklardan qochish sizga foyda keltiradigandek ko'rinmoqda. Bu hafta koinot sizni munosabatlar, do'stlar, moliyaviy bo'linish va ichki dunyoda soddalikka chaqirmoqda. Do'stlar davrasi va jamoada so'zlaringiz ko'proq eshitiladi. Qaysi guruhda bo'lishni tanlashda sezgirligingiz kuchayadi. Qisqichbaqa burchdagi Yupiter esa guruh maqsadi, moliyaviy resurslar orasida taranglik keltiradi. Yordam qilayotganda chegaralaringizni belgilaganingiz ma'qul. Muhabbat, farzandlar va ijod sohasida muhim o'zgarishlar bo'ladi. Uzoq davom etgan loyiha ko'rinadi yoki munosabatlar aniqlashadi. Munosabatlar jiddiylashishi yoki tugashi mumkin. Farzandlar bilan bog'liq kutilmagan yangiliklar bo'lishi mumkin deb ko'rinmoqda. Bu hafta hammasini men hal qilaman degan odatingiz sizni charchatishi mumkin. Kutgan narsalaringiz o'zingizni ham qiynayotganini ko'rishingiz mumkin. Ish va sahnada so'zlaringiz aniqlik siz uchun eng katta tayanch bo'ladigandek ko'rinmoqda. Bu hafta kutilmagan voqealar sizni hayratda qoldirishi mumkin. Yaqinlar yoki qarindoshlardan kutilmagan qadamlar bo'ladi. Shoshqaloqlik qilmang, vaziyatni sovuqqonlik bilan kuzating. Ichki bosimni his qilasiz. Endi o'zgacha men bo'lishim kerak degan tuyg'u sizda kuchayadi. Ta'lim, safar, chet el va e'tiqod masalalarida fikrlaringiz o'zgaradi. Lekin so'zlaringiz haddan tashqari buyruq yoki ustozona eshitilishi mumkin. Ish va kundalik tartibda o'sish, yangi mas'uliyatlar bo'lishi mumkin. Katta rejalarga intilish va kundalik majburiyatlarni uyg'unlashtirish qiyinlashadi. Bu hafta siz uchun so'zlarda ehtiyotkorlik, katta reja va kundalik majburiyatlar orasida muvozanat topish muhim bo'ladigandek ko'rinmoqda.